Assalomu alaykum, Nimajon ukamjon. Bugungi videoda nima qilamiz deysizlar? Bugungi video emoji yasash. To'g'rirog'i, xohlagan ko'rinishda emojini yasasak bo'laveradi. To'g'rirog'i stiker. Mana L emoji maker. Xo'sh, kutamiz. Ne bo'lmayapti? Kutyapman ancha. Bo'lmayapti negadir. Boshdan kirib chiqaylik. Boshdan kutyapmiz. Hozir o'zgardimi? Plus kerak emas ekan. Biz o'zimizga boshqa ilova tortamiz. Bekka emoji maker deb yozdim va mana juda ham ko'pgina bor. Bittasini tanlab olamiz. Keyin qo'yamiz. Mouse yaxshiroq o'xshayapti. Yo, bo'lsin emas. Mana shuni tanlaymiz. Va kutamiz. Aytgancha menda bir yangilik bor. Avval kechagina video chiqardim. Kimdir komment yozibdi bunga. Mana komment 6 marta ko'rishlar. Mana yozganlarni o'qib beraman. Assalomu alaykum aka, videongiz zo'r chiqibdi. Men videolaringizni ko'rib boraman debdi. Unga ham rahmat. Like bosib qo'ydim unga. Endi o'zini kanaliga kiraylikchi. 10 soat oldin qilingan. Ko'ramiz. Isroilov. Sodiqjon Isroilov. Bo'pti mayli. Obuna bo'lib bo'ldik. Unga ham rahmat videolarimni qo'llab turgani uchun. Sizlar ham tafsilotini sizlar ham komment yozib turinglar. 2 ta videoim bor. Ba'ziga 2 ta yoki 3 ta granny videoim o'chirib tashladim, chunki juda ham kam ko'rishlar bo'lgani uchun. Xo'sh. Topdilar. Qaranglar, bolalar, hozir men kanalimni rasmini o'zgartiraymi yo shuni turaversinmi? O'zi ham qaroringlar, kommentariyada yozasizlar. Men 4 ta o'yinim bor hozircha. Mana yangi tortarman. Tortildi. Ko'ramiz qanaqa ekan. Ili bu emojini yasaganimizdan so'ng biznikida ham chiqadi. Napolo bular megabaytni o'g'irlab o'zi ishlamaydigan qilib qo'yishyaptimi? Mana shaqasi bo'laveradi. Yana tortilgunicha dilisida hapirab turamiz. Qanaqa ishlar bo'lyapti ekan? Shu dilisida bittagina videoim bor ekan.
Bakaylar qancha pul yig'ilganini. Men buni futbolchiga ishataman. Sariq futbolchiga. Negadir sekin bo'lyapti. Opa. Wow. Biz Manchester Unitedga qarshi Manchester City. Davay o'ynaymiz. Manchesterda Haaland bor. Boshladik. Yutamiz. Opa. Zo'r usul o'ynaydi. Haaland 9 raqamli o'ynaydimi? Bilmaganim. He's got the ball at his feet. What an opportunity! It's Bruno Fernandes. Great play. He battled hard and has been rewarded with his first goal of the game. Tactical change here then. They're kicking off after that goal. Will they change their approach to this match though? They've won control of the ball. Hoppa. Kuzanov clears. Taşa verdi. What a chance! Zo'r usul bitta ne kadar ochiq darvoza. There Opa. it is. Goal! Great composure from this player. Is that goal just the start of many? Judayam zo'r Time for a fresh player to enter the fray. Kaptirlar. Celebrations are over, so the Komandamiz ref gol starts things oldik. up again. Ikkita sariq bor ekan. Yaxshi. Bittasi braziliyalik, portugaliyalik. Bu Martinez. Opa. But you have to say there's not much chance of a comeback here now. Kusanov wins the ball. He's closing in on goal. but Yagana can bitta he meni finish qayr. it? Donnarumma saves. Gets it to safety. Ochiq darvoza bo'ldi, ko'rdinglarmi? Oh, we've seen some Gol big bo'lishiga tackles today. jicha qoluvdi. Bizda sariq ko'pligi uchun sariqlarni ko'pgina. Won the ball. Martinez. Well read. He's read that one absolutely perfectly. Uycha. Hozir tugaydi. Bitta gol ketib An oldi expert shu tackle. The players Opa, can be pleased with tugadi. themselves. They've Yutdik. completed this scenario. Aşık yok da ikisi. Oho, katalgin arena. Bizga juda ham ko'p pul berishdi. Ko'raylikchi. Olmos yomon qimmatga berar ekan. Men esa atga bittagina. Klubga kirib qo'y. Mashaq logoni men qo'yish juda ham menga yoqdi. Devin 15 bo'ldi bilganlar bo'lsa, yaqin 16 ga o'tadi. Ile o'zim necha yulduzman? To'rt yarim ekan. Mana meni komandam. Ukrainalik ko'proq turadi menda. Endi kirib chiqaman. Opa. Tayyor. Hazillashyapsizlarmi? Opa, mana bo'lar ekan. Xo'sh. Qanaqa yasiz deyapti. Xo'sh, belgili mana. Boshladikmi? Opa. Boshladik ko'z.
ko'z tanlaymiz. Judayam zo'r ekan. Mana shunisi tanlaymiz. 5 minut qoldi video tugashiga. Makka qo'yamiz. Mana shunday. Turish bunday. Voy. G'alati-yu. Endi o'xshayapti. Qora qilaylik. Ko'r. Ko'z yopib qoldi. Boshidan qilamiz. Yaxshi. Og'zi. Va keyin bu klaviaturamizga chiqar ekan. Opa, soch. Wow, yaxshi chiqyapti. Burun yo'q. To'g'risi ochki kiyaylik. Zo'rdan ochki. Ochki yo'q ekan. Opaman ochki. Wow. Yana nimalar? Bo'ldi. Mana shunisi bosamiz. Xo'sh. Bosamiz. Yaxshi. Endi ko'ramiz, balki bu galereyaga saralanish bo'lgandir. Pastga tushamiz. Yo'q, bo'lmabdi. Endi klaviaturaga kirib ko'raylikchi. Balki klaviaturaga saralanish bo'lgan bo'lishi mumkin. Smile'larga kiramiz. Bizi aldashibdi. Bu smile umuman saqlanib bo'lmadi ekan. Tugashiga ozgina qoldi. Biz bola video shulardan iborat edi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada ham keyingi video qanday bo'lishini ko'rsatsa bilan Ikrom Krat bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.